do'stlarga bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. O dada. Mana bu tovuqlarni doni bilan suvdan xabar olmabsan-ku bolam. Undan keyin mana bu uzumlarni atrofidagi mana barglarni seraklashtirsang, mevasi hosili katta bo'lib pishadi-da. Sen o'tirishingni qara. Dada, men o'tirganim yo'q-ku. O'qishga tayyorlanyapman. Ha. Qaysi o'qishga kirmoqchisiz? Adabiyotchi bo'lmoqchiman. Adabiyotchi? Ha. Ha, adabiyotchi bo'lsangiz o'qishingiz shart emas. Nimaga? Mana Hamroqul bobangiz 40 yil maktabda adabiyotdan dars bergan. U o'qitgan o'quvchilar o'z bilimi bilan o'qishga kirib ketgan hammasi. Haligi perforatorlik ham qilib turadi-ku. Nimalik? Perforatorlik. Repetitorlik. Ha, repetitorlik. Hozir chaqiramiz, sizni ham o'zi tayyorlaydi. Mana bu gullarni qarang endi mana. Onasi. Onasi. Aka. Mana qara. Mana bu gullarga suv qo'ysang bo'lmaydimi? Voy, kechagina quyaman dedim. Qarang, esimdan chiqib ketibdi. Hozir quyaman. Esingni echki yeganmi? Bu gul suvsizlikdan menga o'xshab qovjilab ketibdi-ku. Voy, unaqa demang. O'zingga qolsa bir kunda bir baqa suv ichasan. Qo'y bularga ham. Hozir, xo'p. Hozir. Tezlash. Menga rahming kelmagandan keyin gulga rahming kelsin hech bo'lmasa. O'zingga qo'ysa bir baqa suv ichasan. Alo, Hamroqul. Assalomu alaykum. Men Hamroqulning ayoliman. Uzr, menga Hamroqulning erkagi kerak edi. Alo, ha? Alo, Hamroqul. Bu yangilik bor. Bizda o'g'ilcha o'qishga kiraman deb qolsin. Sen hali perforatorlik qilib yotaydi-ku. Nima? Perforatorlik qilib yotaydi-ku deyman. Perforator emas, o'qimagan repetitor. Farqi nima? Nima? O'shanga kelib o'g'ilchani tayyorlasang, abadiyatchi bo'laman deydi senga o'xshab. Endi mana Hamro izini toy bosar degandek bizni o'g'ilcha seni izingni bosmoqchi. O'shanga kelasanmi yo Umidjon bilan boraylikmi? Ya, o'zim boraman, ye. Bo'lmasam tezlashtir. Bo'ldi Umidjon? O dada. Keladigan bo'ldi. Menga qara, onasi. Onasi menga qara. Bo'ldi, qo'y. Joylarda taxlab mehmon kelyapti. Tezlash. Qanaqa mehmon? Bu nozik mehmon kelyapti, nozik mehmon. Kim ekan u dadasi? O'zimizni Hamroqul. Voy, Hamroqul akami? U kishi har kun shu yerda-ku. Ayni har doim oddiy qo'shni bo'lib kelar edi. Bu safar nozik mehmon, repetitor bo'lib kelyapti. O'g'ilchani o'qishga tayyorlaydi. Tezlash. Mayli-kuya, hozir Hamroqul akani chaqirsangiz, ana u Jo'raqul aka ham birga ergashib keladi. Keyin bu to'rt o'tirishingiz ziyofatga aylanib ketadi. To'g'ri, bu yo'qni o'ylamabman, qara. Har zamonda seni ham kallang ishlaydi. Hozir mana tayyorlaymiz. Sen nima ishlar qilaver. Hozir bu. Alo, Hamroqul, hali chiqmadingmi? Mana boryapman. Chiqdim mana. Menga qara, kelishingda ana Jo'raqulga aytma. U ergashib orqadan kelaveradi. Men senikiga borsam, shart Jo'raqulning uyini oldidan o'taman. U bilasan, boyo'g'riga o'xshab o'tgan-ketganni kuzatib o'tiradi. Uni yo'li bor. O'tayotganingda men farzandimnikiga boryapman, 100 ming so'm qarzing bor ekan, o'shani menga berib olar ekansan, olib borar ekanman desang, u senga aytadiki, meni yo'q deb ayt deydi. O'zing kelaverasan. Shundaymi? Hay, yaxshi bo'lmasa. Tezlash. Mayli, shunday qilamiz, ha. Onasi. Tezlik. Bo'ldi, hammasi hali bo'ldi. Bo'ldi, tez bu. Bo'ldi.
Puxta qilib reja tuzib o'tirsam, Jo'raqul yo'q-u, boyoqliga o'xshab chiqib olib o'tirar edi. Agar aşığım aytsam, kuyam canım, cahan. Tejim mi? Bu rejanı rasmi qilyapti bu. Yana bitta. Hozir Hamro buvang kelgandan keyin bilmagan savollaringni bersang, hammasiga javob olasan. Hazretler, osh tayyormi? Boryapman mana. Boryapman men. Ya Jo'raqul bilgan yo'q. U o'zim boryapman. Jo'raqulga aytmay boryapman ha, mana boryapman ha. Bir gap bo'lganmi bunga? Jo'raqul? Va Jo'raqul. Labay. Ha, Kamol, qaraysan, yaxshimisan? Sog'laring yaxshimi? Qani bu boyoqliga o'xshab o'tiradimi? Otang ko'rinmaydi bugun. Merhaba, sağlığınız yaxshimi? Alaykum, yaxshimisan? Sog'laring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Qani Jo'raqul, va Baqirmang. Uyda yotibdilar. nimaga? Mazalari yo'q. Mazasi yo'q. Ha, shunday. Va albatta mazasi bo'lmaydi-da, kecha osh hammasi battar bu. Uncha osh yemay, nafsing nomasi bu. O'zingiz borsang, hozir tushuntirib beraman. Ertalab choyga ham chiqmadilar. Ay, chiqmaydi-da, albatta chiqmaydi-da. Hamma oshni o'zi yegandan keyin. Yoniga kirsam, o'tkazib olib vasiyatdan boshlab ketsa bo'ladimi? Yo'q. Shunday aka. Kecha qayerda edingiz? Kecha osh yedik, keyin osh yemadi, bir qarab o'tirdik, Jo'raqul yedi, shu bilan tugadi, ketdi. Hozir doktor chaqirdim. Doktor tekshiryapti hozir. Rosa jiddiyman. Hozir. Yo'q. Hamrabo, Nima aytding? doktor Nima aytding? Ya doktor chaqirdi, tekshiryapti. Nima aytding? Alo. Ha, Hamroqul, Ahvol chataq. nima Jo'raqul qo'shilib kelyaptimi? Aksincha ketyapti. Nima ketaversin? Ketyapti, rostdan ketmoqchi u. Qo'y indama, ketaversin shu. Yana iloji bo'lsa kuzatib ham qo'y. Ha. Keyin ana o'g'liga aytsang, mashina bilan ertaroq olib borib qo'yib keladi. Ketsa yaxshi-ku. Uni oshini o'zimiz yeymiz. Men tushunmaydi bu. Oy, o'qimagan ketmoqchi deyapman senga. Ko'rpa tashaq qilayotganimiz, vasiyat qilayotganimiz. Menga qara hazillashma. Yo'q, shoshma boryapman. Dadasi? Voy, dadasi, to'xtay. Ha, tinchlikmi? Jo'raqulning mazasi qochib qoldi. Tavba qildim. Bir qarasa kiymasin deydi. Bir qarasa mazasi qochib qopti deydi. O'zlari bir-birisiz tura olmaydi. Voy tavba. Tavba qildim. Kecha qayerda edilaringiz? Nima ovqat yegandilar? Choyxonaga bordik. Osh yedik, Jo'raqul osh yedi, biz non yeb, choy ichib o'tirdik. Hamma oshni o'zlari yedimi? Ha, yetib, kamroq yedisi ham endi. Doktor chaqirdingmi? Keldi. Mashrab doktor uyida ekan. Hozir tekshiryapti. Zarurat bo'lsa shifoxonaga olib boramiz dedi. Hamrabo, yuring. O'rtog'imiz bo'ladi. Ozroq hangama qiling, dalda bo'ladi, yuring. Qo'rqaman men bu Fazliddin kesin hozir. Ana doktor ham chiqdi. Bashirabjon. Qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amro bo'y yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Fazli bo'y yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsiz? Umid bormi? Umid yo'q. Jo'raq, umid. Amro bo'y, nega yig'laysiz, Umid yo'q deyapsan-ku. Ha, Amro bo'y, men Fazli bo'm o'g'lini so'rab ketdimi deb o'ylabman. Ey,
Jo'raquldan gapir. Tayyorgarlik ko'ringizlar. Yur, oxirgi marta diydorimni ko'rib qolaylik. Shoshmangizlar, ha, boy, shoshmangizlar. To'yga tayyorgarlik ko'ringizlar. To'yga. Mana Mashla. Kamoljon, otangiz zo'r, yaxshi. Nariyoqqa borib turing. Boring. Boring. Yo'q, albat. Fazli bo, Hamro bo. Jo'raqul bo ham yolg'izlikdan qiynalgan. Yo'ldosh kerak. Yo'ldosh. Hozir yo'ldosh bor. Hozir mana. Yo'ldosh boni aytmayapman. Umr yo'ldosh kerak. Uylantirish kerak. Ha, endi bunday. Sizlar to'y haqida. Bo'ldi, unday bo'ladigan bo'lsa, Hamroqul va ko'chani boshidagi nima bor-ku? Turg'undi inasi. Ha, o'shanga sovchilikka boramiz, o'shan gaplashib kelamiz. Qarsillagan kampirda. Bir oyog'i sal nima bo'lsa ham yaxshi kampir. Tursunboyning inasi bo'lmaydi. Va quloq eshitmaydi qulog'i, garangmi? Yo to'g'ri. Kimni menga nima qilyapti? Yaxshimisan? Sog'ling yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Dada, yaxshimisiz? Soppa sog' ekansiz-ku. Otdayman. Rahmat sizga, Mashrab. Kelin shu yerdami? Shu yerda. Ha? Kelin. Va kelin. Bu yoqqa kel. Tez keling. Ha. Lapay. Voy. Dadajon, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Odamni qo'rqitib yubordingiz-ku. Qo'rqmang, kelin, qo'rqmang. Zo'rman. Osh qiling, kelin, osh qiling. Maslahat oshi bor, maslahat oshi, ha? Kamoljon, Labay dada. go'shtni lahm joyidan kelinga ajratib, xo'pmi? Ha, tagiga solsin. Keyin menga qara. Ana bu qovurg'alarni qozonga sol. Kechgacha qaynasin, sho'rva bo'ladi-da, sho'rva. Keyin menga qara, ana bu tovuq go'shtlarini yana qo'shib o'rmanglar. Kechga kabob qilamiz, kabob. Jo'raqul bor. Shoshma. Fazli? Sen ana qon bosiming joyidami? Mayli. Ana yo mol go'shtdan soldiraymi? Qon bosimim yaxshi. Qo'y go'sht solaversin. Bo'ldi, bor. Dadajon. Uyda go'sht qolmabdi. Go'shtsiz osh qilaveraymi? Ana endi o'zingga kelding. Bo'ldi, qo'yaveringlar, kelin. Men hozir bu shu o'zimiz ham yeymiz. Hozir bir pul beraman, hozir mana go'sht olib keladi. Shunday qiling. Hozir sen ham 5000 berib yubor. Nimaga? Biratulani gurucham olib keladi. Qo'y, minglama. Biznikida tayyor osh bor. Yur, o'sha yerda maslahat o'sha yerda qilamiz. Bo'ldi, kelin. Osh qilib o'tirmang, hech narsa qilmang. Bir lagan osh olib kelaman fazlinikidan. Bo'ldi. Ana, yur sen ham. Emamatni buvisi bor-ku. Ha. Ana shu ham 2 yildan beri beva. Haqiqatan. Ja to'g'ri keladi-da. Qarsillagan kampir. Nima deyapsan, u 95 ga kiradi u, Nima menga xotini oqtiryapsizlarmi yo ini oqtiryapsizlarmi menga? Endi nima qildi? 95 bo'lsa yaxshi-yu. Tishlari ham to'kilib ketgan, go'sht yemaydi. Sen endi go'sht bo'lmaydi, shunga aytaman. Endi meni kechirasizlar. Shu eri xotinning o'rtasida kamida 5 yosh farq bo'lish kerak. 7 yosh bo'lsa bo'lmaydimi? Ha? Bu ko'z ostingga olib qo'yganing bormi deyman, ha? Endi borda. Gapir kim? Sapuroy. Sapura deganiga esimga tushib ketdi, yaponlarning sakura degan bir o'simligi bo'ladi. Ha, juda bir haligi giyohga boy o'simlik, barglarini qaynatib, mana haligi damlab ichsangiz ham 7 dardni davo deyishadi-da. Juda bir ajoyib o'simlik ana shu. Yaponiya o'zi shu bir ajralib turadigan joylarda. Lekin bitta tomoni har kuni 3-4 marta zilzila bo'lar ekan-cha, ko'p yer qilar ekan. Meni masalam haqida gaplashaylik. Xo'p, shu masalan qaysi qishloq turadi? Uchariqda. Uchariq? Ha. Uchariq deganday bu nomi ham ko'hna. Ha, qadimiy nom. Haligi 3 ta ariq bo'lgan. Ana shu bitta ariqda to'la suv oqqan. Qolgan 2 ta ariqda ham to'la suv oqqanda, o'shaning uchariq deyilgan. Bu uchariq degan joy Farg'onada ham bor. Men borganman, oshlariga gap yo'q. Devzira go'shtdan, men shunday guruch.
qo'y yog'iga, qo'y go'shtiga sel sarf qilib bir Mazam bo'lmayapti. Hozir ketib qolaman, Hozir keldingki qayerga ketasan? Yana boshlandi, yana boshlandi. Fazli bu, Hamro bu. Ana kampir haqida gaplashaylik. Men ham shuni aytaman-da. O'tlashini qara bularni. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choy. Qani menga bering. Umidjon, O dada. bu o'zi asli seni ishing bilan bir Hamroboni chaqiruvdik. O'rtada Jo'raqulboni ham masalasi hal bo'lib qolyapti. Mana Hamrobonga haligi o'zingni qiziqtirgan savol bo'lsa ber hozir. Bu Pushkin kuchli bo'lganmi yo Tolstoymi, a? Menga qara o'g'lim. Hamrobonga adabiyotdan savol berdi, a? Endi Umidjon bolam Tolstoy o'zi omoch bilan mer haydagan. Rasmini ham ko'rsang yelkalari keng, baquvvat, bir kelbatli odam bo'lgan. Pushkin sal nozikroq bo'lgan. Endi bundan kelib chiqib aytish mumkinki, Tolstoy kuchli bo'lgan. Hali gladiatorda ham shu o'ynamaganmi o'zi? Dada, menga ruxsatdan bo'lsa boraveraymi? Nima to'y tashvishi bo'ladi, boshqa bo'ladi, vaqt bo'lmaydi. O'shaning uchun nima savollaring bo'lsa, hozir berib qolav. Chochib qo'yaman, ha. Hammasiga javob beraman. Rahmat, savollar yo'q edi. Bu Sapurani qaysi ko'chada dedi Jo'raqul? Mana da birinchi ko'cha, Xo'sh. 6-darvoza. Agar ja topolmasalaring, mana darvozasiga telefon olib qo'yibdi. Har o'tganda bor-ku, bosamanda ovozini eshitib ketaman. Bo'ldim. Muammo yo'q ekan-ku, Muammo bor-da. Bormi shu muammo? Qanaqa muammo bor? Sapurani farzandlari hammasi qiz. Hamma qizini erga turmushga bergandan keyin yolg'iz o'zi qolgan. Keyin bitta nevarasini olib kelib boqib, shuni katta qilgan. Ana shu nevarasi buvisidan ajralgisi kelmaydi-da. Buvisini qo'yib yubormayapti. Shu muammo? Ha, ana shu muammo. Bo'ldi. Bu muammoni hal qilishni mana men bilan Hamroqulga qo'yib ber. Rahmat. Umid, O dada. onangga ayt, oshni suzaversin. Ertalab sahar borib Hamroqulga kelamiz, hal qilib kelamiz. Siz o'ylanma buni. Ertalab, bo'ldi. Rahmat. Kim bu? Bir, alo. Abi kechirasiz. Sapuraxonni uyimi bu? Qayerdan chiqadi endi? O'shadan chiqadimi endi bu? Yo, ovozi bu yerdan o'zi bu yoqdan chiqadi. Ha, ikkiga bo'linib chiqadi. Tivligani qarang. Ko'rdingmi? Assalomu alaykum, kelinglar. Bu Sapuraxonni uylari shumi? Ha, shu. Qani o'zlari? Ertaga keladilar, shaharga ketgan edilar. Siz kim bo'lasiz? Nabirlar bilaman. Nabirasi bo'lsangiz endi qizim buvingiz kelgandan keyin o'rtoqlaringiz so'rab ketdi deb aytib qo'yasiz. Bir qo'ng'iroq qilsin bizga. Biz raqamimizni yozib oling. Xo'p, ayting, men yozib olaman. 93lik. Ha, 999 09 81. Ana shunga bir qo'ng'iroq qilsinlar, zarur gaplar bor ekan deng. Ha? Mayli. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Vay canım ey. Voy dadasi, qachon keldingiz? Indamay chiqib ketib, indamay kirib kelaverasiz. Voy tavba. Ey dadasi. Qani endi shu gazeta bo'lib qolsaydim-u, ertadan kechgacha menga termilib o'tirsangiz. Sen gazeta emas, sen kalendar bo'lib qolishing kerak. Voy, nimaga? Har yili bir almashtirardim-da. Fazilingiz qursin.
Bo'pti. Choy ichasizmi? Ya, choy ichmayman. Muzday suv olib kelgin. Suv? Ha, bu. Mana suv. Olib keldingmi? Mana suv. Ana. Qo'ng'iroq bo'lyapti. Kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Begona raqam. Allo. Kim? Ha, Sapuraxon. Ha, yaxshi. Menga qarang. Haligi nabirangizning masalasini o'zim hal qilaman. Ha, siz o'zingiz rozi bo'ling. Ha, mana qariganda bir gumbira qasrlar, to'ylar qilib esda qolarli. Bir baxtli hayot kechirib bundan buyog'i endi bir Voy. esimizdan chiqmaydigan bir bo'lib nima bo'lishini rozi bo'ling endi o'zingiz. Voy, hey. Baxtli hayot. Voy. Kim bu? Ey, ikkinchi erimga telefon qilmang. Birinchi erimga telefon qilmang. Menga qarang. Hozir o'zim tushuntiraman bunga. Ha, anglashilmovchilik. Nima deganing bu? Voy, nimaga telefon qiladi? Kallang ishlaydimi xotin? Bu sovchilikka boruvdik. Rozi bo'ling desam, bir chipillagan bir xizmatlarni qilib beradigan bir nevarasi bor ekan bir qizgina. Ha, shu bir-biriga o'rganib qolgan buvimni bermayman deydi. Voy. Ha, buvisi aytadi, nevaram tashlab ketalmayman deydi. O'shanimi tushuntiryaptim bunga. Voy, men tirik turib, ha? O'zimga borganim yo'q. Ha? Jo'raqulga bordik. Jo'raqul so'qqa boshku. Voy, ha, voy, Jo'raqul akaga-mi? Ha, o'shangani nevarasining masalasini o'ylab topolmay ovora bo'ldim men. Dadasi, shuni ham o'ylab o'tirasizmi, ha? Ey, menga qarang. Jo'raqul akani nevarasi uylanaman deb turibdi. Shartda u kishini nevara qizni bunga olib berib qo'yinglar. Ana. Bu bilan nevara bitta uyda. Ha? Seni bugun ikkinchi marta kallang ishlayapti. Voy. To'g'ri topasan. To'g'ri aytding. Endi Kamolboy, abi seni uyingga yig'ilishimizning sababi mana do'stimiz Jo'raqulni uylantiryapmiz. Masalani ikkinchi tomoni shundaki, haligi kampirni bir nevarasi bor ekan, shu injiqlik qilyapti. Ha, shu buvisiga o'rganib qolgan ekan, shu buvimsiz yasholmayman, buvimni bermayman deb injiqlik qilyapti. Shunga shu nevarasini ham birga qo'shcha kelib olib kelsakmikan degan bir fikr tug'ilyapti bizda. Fazli buva, qo'shaloq qilib O'g'lingni nazorat tutyapman. Nevarasini seni o'g'lingga kelin qilsakmikan degan fikr tug'ilyapti. Shunday demasmi, Fazli buva? Na, o'g'il to'g'ri o'qishni bitiryapti. Hali to'yga tayyorgarlik ko'rganimiz yo'q-ku. U yog'i bir gap bo'lar. Mana Fazliddin sen bir aralashmasang, kim o'tir? Sen bir qo'y berasan. Hadi shu safar, xo'p-de. Xo'p, Mana qolaversana Jo'raqul, otang jim o'tirsa yerga qarab tur. Mana men bir qo'y beraman. Jim o'tir. Menda ham bir taklif bor. Xabarlaringiz bor, ozgina dehqonchiligim bor. Jo'ra bobomni sog'ligi uchun 2 qop guruch bizdan to'yasan. Ana Yashang. ana to'y xarajati hal bo'ldi. Bunday bo'ladigan bo'lsa, qolganini o'zim eplab yuboraman. Masalaning ikkinchi tomoni bor. Xo'sh. O'g'ilga qiz yoqdi. Lekin qizga o'g'il yoqarmikan? Mana shu masalani hal qilish uchun hozir meni kampirim bilan mana Kamolning xotini qizni ko'nglini so'rash uchun ketgan. Ha, qizni oshiga ko'p ekanda. Ha, sovchisi ko'p ekan. Sevganim bor. Men faqat sevganimga turmushga chiqaman deb turib olsa nima bo'ladi? Ana shu o'ylantiryapti meni. Oy. Nafasingiz siqili, yaxshi niyat qil. Biz tomonga hal bo'lib qolar masala, U hal bo'lib qolsa qo'ng'iroq qilamiz deyshuvdi. Sengami? Menga aytgan yo'q.
Alyo. Ha, onasi. Chiqdilaringmi? Ha, nima bo'ldi? Aldama. Rostana? Rostana? Ha? Qiz rozi. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin do'stlarga, bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Kulgular sizga yarashsin, kulganlar yuzdan oshsin do'stlarga, bag'rin ochsin ulug' yoshlarda.